Erkaklarning qo'li rosa shirin bo'ladi deyishadi. Ukajon, sizni qo'lingizdan bitta taom yesak-chi? Ovqat qilishni bilmayman. Mana men tayyorlab beraman deb taomni. Nafaqat erkaklarda, balki-da ayollarning ham qo'llari juda shirin bo'ladi. Yarim soatda choyxonalarda ham tayyorlamaydigan mazali taomni tayyorlab qo'ydim. Qizil yo'raqchani bosib, retseptni saqlab qo'ying. Hamma mahsulotlarni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Qizib turgan yog'ga kartoshkalarni to'g'rab, tillarang qilib baland olovda qovurib olamiz. Voy, bu usulda faqat makita fresh ochak o'tish kerak. Tillarang bo'lib pishgan kartoshkalarni alohida idishga olib qo'yamiz. Keraksiz ortiqcha yog'ini olib tashlaymiz va qolganiga go'shtlarni solib jazillatib qovurib olamiz. Rangga ko'ra tuz, ziravorlarni solamiz va chesnokni solib pishguncha qovuramiz. Ustidan pishirib olingan kartoshka va qolgan mahsulotlarni hammasini solamiz, yaxshilab aralashtiramiz. Bir kosa suv va to'g'ralgan ko'katni solib, bir pasga dimlab qo'yamiz. Bu taomni gazda ham tayyorlasangiz bo'ladi. Albatta, tayyorlab ko'ring va yaqinlaringiz bilan bo'lishib qo'ying. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangizniki mehmonga keling.